Assalamu alaykum. Hürmetlik ata-onalar, suyimlik do'stlar. Mening ismim Silhat. Azat akamning taklifi bo'yicha men bugun Marfina akam boshlagan Uyg'urcha kitob o'qish faoliyatimizni davomlashtirmoqchi. Men bugun do'pam ko'rildiki, mening vatanim 8dagi bir partini o'qib beraman. Tangli vatanimizning taqdiriyati nihoyat ko'p. Shularning ichida ismi har olsa qalbimiz bir qatim larzaga kelgan bizga nihoyat tunish bir taq tizmisi bor. U bo'lsa Tangri taqdiridir. Kun chiqishdan kun bitishgacha so'zilgan bu haybat. Tag'rar vatanimizning shimoliy yayliq vodilarini janubdagi bo'stonliqlardan ayirib turdi. Taqdiridagi doim yop-yashil turadigan mazmut qarag'aylar va qismoyoz qarmuzi iyirmaydigan bu haybat cho'qqirar aziz millatimizning umidvor, botur va egilmas ro'yini aks ettirib turdi. Tangri taqdiridagi eng egiz cho'qqa Xon Tangri bo'lib vatanimizning shimoliy hisoblanadi. Biz Tangri taqdirini ulug'laymiz va suyamiz. U bizni bir-birimizga shundoqroq qarindosh qo'shnilarimizga bog'lab turadigan umidlik va inoqlik tehidir. Men bu Uyg'urcha kitob o'qish faoliyatimizga Firat akam bilan do'stim Akutni taklif qilman. Rahmat.